Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Makler Akmal. Obuna qo'ysangiz sizlardan chiqmasin. Bugun yurtimizda 16-avgust bo'lyapti. Kun juda issiq. O'zinglarni asranglar. Uy bozorga keldik, har doimgidek. Hozir obedga vaqtga to'g'ri kelib qoldi. Bizning syomkamiz faqat erinchoqlik qilib qolganman, kech qolib qolganman. Bozorda tortilib qolgan odamlar, dehqonlar iloji boricha obedgacha kelinglar, ishlarni bitkazib ketinglar. Obeddan keyin kamchilik qoladi. Haqiqiy uy olaman, haqiqiy uy sotaman deydiganlarni obedgacha ushlab olsangiz bo'ladi. Hozir bir chekkadan borlar bilan gaplashib, suhbat qilib, sizlarga borini yoritib berishga harakat qilamiz. Bizda hozir bitta taklif berishyapti. Qaranglar, 2 xonali algoritmda 31-da Uchtepada, mana shu joyni o'zingizlar skrinshot qilsanglar bo'ladi, pauza ko'rsanglar. Xudo xolasa qaranglar, 2 xonali uy sotilayotgan ekan, 9 etajga 64 kvadrat metrli. Bu o'sha koridormi, отдельный xodmi? Отдельный xod. Liftdan chiqasizlar, to'g'ri-to'g'ri o'zingizlar uylarga kirib ketasizlar. 64 kvadrat, 5 ga 5 zal bo'ladi, 1 ga 7 balkon, remont yengil, xonalar alohida, vanna tualet ham alohida bo'ladi. 70 ming narx boshlang'ich, kami bor, ipotekaga chiqadimi, chiqmaydi? Chiqadi. Olsangiz ipoteka bilan gaplashsangiz bo'ladi. Pastdagi nomer egalarining telefon nomeri bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. 70 mingdan kami bor. Orientir nima bo'ladi aka? Betonkaga yaqin ekan, Izzabaliq orientir bo'lyapti. Metan zapravkani orqa tarafi bo'lyapti. Pastdagi nomerga telefon qilsanglar, rasm lokatsiya sizlarga tashlab beradi. Yurishni davom etamiz. Pochini boshlab oldik. Sekin bir chekkadan hozir uylarni ko'ramiz. Qaranglar, shu Tirsavelida o'tgan hafta 52 mingga chiqazdik. Bu hafta juda ham zarur. Bunga ulgurib qoladi. Bo'lmasa buni ham sotaveramiz arzon narxda. Bir xonali 4 etajga dom, 4-etaj Shota Rustavelida bo'lyapti. Orientir Aziya gostitsasi bo'ladi. Pastda egalarining telefon nomerlari 48 ming kami bor. Rasmlar ham bor edi. Mana bu sizlarga eksemplar ko'rsanglar bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, 48 ming kami bor. Undan ham 48 dan tashi o'tib beradi, notarius tekin. Men reklama qilayotgan har bitta uyi sizlarga notariusdan tekin qilib beraman. Telefon qilsanglar bo'ldi. Mana rahmat. Bizga taklif qilishyapti. Qaranglar, algoritmda galereyka uyimiz arzon narxda uy so'raganlar bormidi? Bisyorda mana qaranglar, bir xonali, bir xona, 2 xona qilingan. Ko'ryaptimi sizlarga? Bir xona, 2 xona qilingan 9 etajga. Bu lift yonidagi galereyka bo'lsa-da 36700 remonti bor. Pastdagilar nomeri, telefon qilaverasiz. Barakasini bersin. Bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa sotamiz. Qaranglar, Chilonzorda 3-kvartilda bor, 8-kvartilda bor. Hamza metro, hozirgi Novzo metro bo'ladi. Mirzo Ulug'bek metrosi yonimizda, Bunyod kassaning yonida. Ikkalasi ham fransuzga, bittasi Xrushchevka bo'lyapti. Bu Novosrokami? Yo'q, Starichka ekan. Bittasi Xrushchevka, bittasi fransuzskiy planirovka. Qaranglar, mana bundan boshlaymiz. Sizlardan o'ng tarafda, mendan chap tarafdagi uydan boshlaymiz. 2 xona, 1-etaj, 4 etajli dom. 1,5-3 balkon bo'ladi, 48 kvadrat metrli. Yevro remont 75.500 boshlang'ichi. Kami bor. Telefon qilaverasiz. Tak, xuddi mana shu nomerni egalarida yana bitta uy bor bizda. Orientir Mirzo Ulug'bek metroda shu yonginasi, bozor orqasiga aylanib o'tsanglar, mana shu aytilayotgan joyga yetib borasiz. Fransuzskiy planirovka 2 xonali, 3 xonali qilingan. Yevro remont. Uyda odam yashaydimi? Yo'q, hech kim. Notarsanki yoki zaklatdagi kalti qo'linglarga beramiz, kirib yashayverasizlar. 87 ming. Rasm lokatsiya, telefon qilsanglar, xudo xolasa sizga ko'rsatib beradi. Barakasini bersin aka. Yana bitta uy bor, taklif bo'lyapti. Makler Akmal orasini ochmasdan yozsangiz, mana topasiz aka. Bu o'zilar mana Dehqondan Bekbaraka Cityda Novosrokka dom sotilyapti. Bir xonali, 2 xona qilingan 5 etajga 5-etaj 50 kvadrat metrli 49500 kvadrat $1000 aylanyapti. YouTube'dan ham o'tadigan joyi bor, kelishtirib beradi sizlarga. Remont o'rtachaga kami bor, telefon qilaverasizlar. Bu Bekbaraka ipodrom yaqinmi? Ipodrom o'zi. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Reklama yuribmi? Tavash, siz uyingizmi? Reklama qilaveramizmi? Ko'raveramizmi? Videoga chiqarasizmi? Ben karam ko'rmoqchi bo'ldim. Bo'ldi, o'tib turing bo'lmasa. Qaranglar, bizga bitta taklif qilishyapti, yana bitta uy. Tak, Sebzorda uy so'raganlar bo'lsa, Qoraqamish Shayxon Tohir atrofida uy so'raganlar bor edi. O'tgan videoga bundan
o'tgan galdagi videoda menga telefon so'rashgan edi bir xonali. Lekin bizada ikki xonali uylar bo'lyapti. Ikki xona 5 etajdan 5-etaj. Orientir Ankara kabob bo'lyapti. 60 kvadratli 66.500 bez remont. Yo'lan narx-navosi yaxshi bilmayman, lekin sizlarga agar narxi yumshoq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib gaplashaverasiz. Tak, Shoyxon Tohir, Qoraqamish 1-2 da 3 xonali 5 etajdan 5-etaj. Mana shu joyni pauza qilib telefon qilib gaplashib olsangiz ham bo'ladi. Agar u bugun Qoraqamishda uy sotaman desa, sizga aloqaga chiqib gaplashsa bo'ladimi? Ishlayverasiz, mana qaranglar. Qoraqamishda u bugunga makler kelib bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerga telefon qilib gaplashib, xudo xolasa sotaverasizlar. Yordam beradi sizlarga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchaysizmi? Uy sotasizmi? Qayerda sotyapsiz? Yakkasaroy 4-tor, 10-uy tepasi uy qilingan. Pasti do'kon, udobstalari bor. Uni Uchastka sotyapsiz? bitta uchastka, uni kichkina hovli qilib ofislarga ham olsa bo'ladi. Surum joyida, Surumda 20 sotix hovlimiz bor. Hamma joy sharoitlari yaxshi. Uni ham oldida do'koni bor. Yaxshi sotiladigan uy. Uni qanchada olasiz? Uni o'tda sotigini 13-15 deyishyapti, kelishtirib beraveramiz. Men yoningizga o'taman hozir. Uni kelishtirib beramiz, 13-15 deyishyapti o'tlar. Sotigini? Ha. 20 sotix hovli. 20 sotik. Orientir nima bor yonida? Arenda futsitiga yetmasdan. Futsitiga yetmasdan. Anaqa bor. Korzinka, katta korzinka. Siklab ochildi. Siklab, o'shan to'g'risi mahal. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 99 525 26 99. O'sha. Xudo xolasa, agar futsit atrofidan, Surumdan katta yer maydon so'rayotganlar bo'lsa, xolaga telefon qilaverasiz. Narxini sotigini 13 dan deyapsiz. Undan ham o'tib berasiz. Ha, xo'jayin kelishtirib beraman. Kelishtirib beraveradi. Yuring, salqinga o'tamizmi yoki? Yuring. Biz salqinga o'tamiz. Quyosh issiq, o'zinglarni asranglar. Metal zavodda Sergelinskiy rayon bu yo'lga yaqinmi? Yo'q, bilmadim buni. Ha. Jiyanim kalit pastdagi nomer. Pastdagi nomerga telefon qilishsin. Xo'p, qaranglar, bizda hozir uy qarindoshlari uy sotgan chiqqan ekan. Mana shu joyni skrinshot qilib oling yoki pauza qilib ko'rib oling. Mana shu uy sizga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilaverasiz. Yosh katta onaxonlar sotuvga chiqqan ekan, mana. Ko'rindi. Xudo xolasa telefon qilishadi, u bugun qiziqqanlar bo'lsa. Bering, sizda nima bor? Rahmat, bo'p, omon bo'ling. Xo'p. Chilonzor 23, Arnitir Havas. Yana yo'q, siz chiqmaysiz. Yana nima bor Arnitir yonida? Outlet bor. Outletda qaranglar. Arnitir Havas bor, Havas yaqinda ochilgan 2 xona, 3-etaj, 5-etajga dom, 54 kvadrat metrli. Tak, o'zingizmi bu? Ukangiz 62500 frantsuzskiy planir g'ishli ekan, 77 seri menimcha. Хорошо, 62500 kami bor. Rasm lokatsiya Telegramda bormi? Mana shunga telefon qilaversinmi? Telefon qilsanglar bo'ladi. Buni sotib olgan odam qanchaga arenda qo'yib qo'ysa bo'ladi? 400-500 ga qo'ysa bo'ladi. Xudo xolasa, yana biz bozorni aylanamiz. Tak, qaranglar, Sergelidan uy sotilayotgan ekan. Sergeli Choshtepa. Metrogacha 100 metr. Metroga 100 metr. Birinchisi bu, birinchisi net bo'lsa 100 metr deb. Remontlari o'rtacha. Mebel texnika, qanaqa mebel texnikasi bor bu yerda? Yashash uchun hamma mebel texnikasi Bor. Uy tashab ketasiz. 64 mingdan kami bormi? Kami bor. Bor, ha? O'zingizmi? Bu tepadagi o'zim. Tepadagi o'zingiz, ha? Kadastrlar bor. Hamma narsasi tayyor. Joyida. Sotib olgan odam qancha vaqt ichida ko'chib kirsa bo'ladi? Kalit sразу notarsga beriladi. Nima deysiz? Kalit sразу notarsga. Ha, yo'q, o'ta ichmayapmidi? Yo'q. Bo'ldi, вообще zo'r. Xudo xolasa, qancha ijara qo'yib qo'ysa bo'ladi ekan buni? 500 dollar bemalol qo'ysa bo'ladi. Tak, yana bitta uy bor, pastida qaranglar. Bu haqida ma'lumot bering, 3 xonali uy bo'yicha. Sergelida 5-metroga 3 ostonovka, 2 ostonovka Nurhayot domlarida 3 xonali, 16 etajli domni, 16-etaji. Qo'shetkalari qilib qo'yilgan, gilamlari solingan, srezli remont. 103 kvadrat dokumenti. Hop, mebel texnikalari bor buni ham. Narxi 71,5 ming startga qo'yildi. Bu terrasasi bormi, yo'qmi? Terrasasi bormi, yo'qmi tepada? Mansardasi. Yo'q, oxirgi etaj, ha? Novostroyga dom. Bu Arnitir nima bor aka bu yerda? Arnitir metroga shu 2 ostonovka. Metroga ham yaqin, ha? 16 alani. Bilsangiz mabodo 16 da. Shundan o'tgandan keyin. Хорошо. Qilgan. Buni holati qanaqa? Kalit. Bu ham sразу. Sразу kalit beriladi. Bo'ldi. Pastdagi nomer o'zingizniki. Ismingiz nima edi? Jahongir.
Jahongir akaga telefon qilaverasiz. Sergeli bo'yicha variantlarimiz ko'p yana. Yana Ha, shunaqa. bo'ldi. Sergelida uy kerak bo'ladigan bo'lsa telefon qilaverasiz. Qaranglar, zo'r variant. Kvadrat $750 dan sizlarga uy ko'rsataman hozir. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Ibn Sino turar majmuasi Almazanskiy rayonida bo'ladi. Orentir Ibn Sino bozorchiga bo'ladi. 4 xonali korobka misasiyani. Korobka holatida turibdi. 6-etaj, 10 etajli dom. Xuddi shunaqa tak variant 7-etajdan bor. Novostroyka bo'ladi. Kadastrlari bor. 97 kvadrat metrdan har bittasi. Ikkalasi ham bitta odam nomida 73 ming boshlang'ichi kami bor. $750 dan endi tasavvur qilaveringlar, endi Almazanskiy rayon. Bu taklifni ko'rdinglar mana. Mana shu haqida hozir biz gaplashdik. Endi bu haqida gaplashamiz. Yangi qo'shnilar bu Sergelida bo'ladi. Metro Choshtepaga yaqin yonidagi Novostroyka domlardan 12 etajli domni 9-etaji. Kadastrlari bor, remontlar qilingan, mebel texnikasi ichida ham bor. Bitta pod'ezdi, ikkitadan lift bor. 47500, buni kvadrati 34 kvadrat. Mebel texnikasini hisobga olinglar. Pastdagi nomer telefon qilaverasizlar. Balkoni bor aytgancha, 1:3 razmerda balkoni ham bor. Xo'sh. Tak, qaranglar, Chilonzorskiy rayonida 8-kvartalda 244 Xrushchevka Iftorichka bo'ladi. Ikkilamchi bozor, Kasins Malika mehmonxonasining yonida. Yevro remont ko'ryaptimi? Balkon 1,5 ga 3. Ipotekaga ham chiqazib berar ekanmiz. Xudo xolasa 48 kvadrat metrli 1,5 balkon Xrushchevka bo'ladi. 66300. Pastdagi nomerga telefon qilsanglar, bu uy haqida, bu uylar haqida sizlarga ma'lumot beradi, lokatsiya beradi, Telegramdan rasm ham tashlab beradi. Ismlari Komil akaga telefon qilaverasiz. Biz bozor aylanishni davom etamiz. Bu suv qattiqdi. Qaranglar, hozir bizda zo'r taklif. Bu suvda Nazarbekdan ichkariga ipodrom 10 kilometr uzoqlikda puliga arziydigan uy. Mazza qorasizlar. Hozir diqqat bilan eshitinglar. 31 ming boshlang'ich kami bor yana. 2 etажkali, 1-etaj, 43 kvadrat metrli bir xonali akamiz 3 xonaliga qo'ygan ekanlar bo'lib. И огород 1-etajlik bo'lganligi uchun ketadi 4-5 sotuvlik zaxvat огород ham bor ekan. Faqat ulardan emas, qo'ni qo'shni ko'pchilik shunaqa o'rab olgan ekanlar. Uy haqida gaplashsak, suv, gaz, svet hammasi bor. Отопление bor, remontlagan yaxshi. Hovlisi haqida gapirib o'tdim. 31 ming. Hammasi atiga 31 ming sotib olsangiz bo'ladi. Pastdagi raqam uy egalariniki. Mana shu joy haqida, uy haqida egalariga telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. Ismingiz nima edi? Abdurashid akaga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa men orqali u kim telefon qilib so'rab qolsa, notarius tekin qilib berasiz. Xudo xolasa. Makler Akmal deb qidirasiz, orasini ochmasdan. Xudo xolasa men orqali sotilib qolsa, $500 suyunchisi bor. Xudo xolasa keyin notarius tekinmi deb so'rab qolsa, bilingki mendan sizga telefon bordi. Bo'ldi, zo'r. Xudo xolasa. Bo'ldi aka, barakasini bersin. Ilohim sotib yuboring. Uy bozor haqida ko'pchilik so'rayapti. Chilonzor metrodan chiqasizlar, Gul bozor bor. Eski Chilonzor Tehqon bozori, hozir mana shu bozor bo'ladi. Gul bozor betonka tarafda bo'ladi. O'shani ichkariga kirsanglar, kirib kelishinglar bilan mana shunaqa ko'rinish sizlarga ko'rinadi. Shunaqa holatda bo'ladi. U yoqqa kirsanglar, odam zich. Endi hozir obed bo'lib qoldi, soat 2. Nu obedgacha ishlarni bitkazib ketinglar. Qaranglar, Sergeli o'zgarishda 1.6 sotikli yangi qurilganmi bu? Yangi qurildi. Uy haqida ozgina ma'lumot bering. Remontlari qanaqa? Remontlari o'rtacha 2 etajli uy, 4 ta xonasi bor. Xo'p, tualet, vannasi razdelli, ikkitadan sanuzeli bor. Mashina qo'yishga joy bormi? Garaj, parkovka bor. Ichida mashina qo'yishga joylari bor. Xo'p, kanalizatsiyasi bor. Sentralnimi, yamami? Sentralniy. Sentralniy. Qo'ni qo'shnilar qanaqa? Qo'ni qo'shnilari yaxshi, masjidning oldida. Masjidga yaqin. Ha, masjidga. O'zgarishdagi masjidga yaqin ekan. Arentir o'sha masjidda. Arentir o'sha Sergeli o'zgarishdan o'tgandan keyin shu 10 tarafda mahallaning ichida masjid bor. O'sha yerda. Ha, bo'ldi. 2 etajga 63 ming, ha? 63 ming sodasi bor. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beriladi sizlarning kanalingizda. Bu hozir odam yashavyapti, bu kim bormi? Yoki kalsrazmi? Odam yashavyapti. Yashavyapti. Oila bor. Срочный sotyapti. Ito срочный bo'lyapti. Ulgurib qolinglar, 2 xonali, 4 xonali. Hozir sizlar Sergelidan 2 xonali olaman desanglar 55 ming, 60 ming so'rayotganlar ham bor. Ozgina qo'shib, uchastka olganinglar, вообще zo'r. И yonida masjid ham bor ekan. Ismingiz nima edi?
Ramazon ismi. Ramazon akaga mana shu nomerga telefon qilsanglar, aloqaga chiqasizlar. Har doimgi gap, man orqali chiqsanglar notarius tekin bo'ladi. Mana aka. Qaranglar, mana shu Ramazon akaga telefon qilsanglar, mabodagi 63 ming uchastkaga pulingiz yetmay qolib, kamroq uy bo'lsa olardim degan fikrda bo'lsanglar, unaqa uy ham bor Ramazon akada. Bu suvda 2 xona 4 etajli dom, 4-etajda. Ipodromdan где-то 5-10 kilometrmi? Ipodromdan 8 kilometr 8 kilometr chiqar ekan. Mana shu nomerga telefon qilasizlar. Mabodagi 17-maktab orientir bo'ladi. Bizda narxi 32 ming, ipotekaga ham chiqazib berasizmi? Ipoteka 20 yilga chiqarib beramiz. Bo'ldi, mana. Ramazon akaga telefon qilaverasizlar. Zo'r. Ya 76 kvadrat, 2 xona, 76, 3 xonali uy kvadrat. 2 xona 3 xona qilinganda. Mana shu telefon qilaverasizlar. Mana aka. Assalomu alaykum. Reklama? Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liqmisiz? Tuzimisiz? Sihatingizni? Uy sotaman dedingiz. Qayerda edi? Sergeli tumanida Xonobod metrosida bir xona 40 kvadrat 13 etajli domning 10-etajda bo'ladi. Yana bitta variantim bor 7-etajda 45 kvadrat. 45 kvadratning narxi 38 ming. Yana ozgina ustida o'tib beramiz. Mana bu 10-etajdagi 40 kvadratlik narxini 33 mingga beraman. Yana ustida joyida kelsa o'tib beradigan joyi bo'ladi. Korobka, kadastrchi. Kadastrlari bor. Bor, tayyor. Ipoteka, Ipoteka yo'q. subsidiya Yo'q. yo'q, faqat naqdga. Xonobodda bo'lsa, Xonobod metrosiga yaqin joyda. Shunda ochsa, derazani ochsa ko'rinib turadi metro. metro. Atrofida. Zo'r, zo'r, zo'r. Agar naqd qiladigan bo'lsa, joyiga keladigan bo'lsa, yana ozgina o'tib beramiz. Bo'ldi. Naqd puli bilan kelsanglar, xudo xohlasa 33 mingdan 45 minggacha uylar bor ekan. Akaga telefon qilaverasiz. Telefon nomeringizni ayting. 90 kodi bilan 346 62 41. Ismingiz? Sanjar ismi. Sanjar akaga telefon qilaverasizlar. Xonobod atrofidan, metroning yonidan, Xonobod. Sergeli, Xonobod metro atrofidan oyna 9 metr ko'rinadi deyaptilar. Ishonmasangiz telefon qilinglar, kelinglar, ko'ringlar, joyida gaplashaverasizlar. Sanjar aka, kattaga rahmat. Barakasini bersin. Ilon sotib oling. Ko'ryapsizlar, odamlar уже yaxshi, kelyapti, syomkalarga tushyapti, qochib yurganlar ham bor. Hech bo'lmaganda spiska berishyapti bizga. Soxtalarga afisha haqida berishyapti. Afishaga reklama qilyapmiz. Aylanamiz, bozor ichkariga kiramiz, ko'ramiz. Hopki. Taklif bizga variant olib kelishyapti, hozir reklama qilamiz. Qaranglar, kotej sotilayotgan ekan, 1,5 sotik 5 xonali. GM zavod, Sergelinskiy rayon bo'ladi. 5 ta xonali, $96 ming, yevro remont. Orientir faiz kafe. Ko'rindi. Pastda egalarining telefon nomeri. Bizada davom etamiz. Tak, metro Tinchlikda bir xonali bor ekan, 56-54 ga. Keyin Choshtepada bor ekan, 49 mingga. Keyin Do'mbrobod masjidda bor ekan, 3 xonali, 75 mingga. Qaranglar, hozir qo'lda yozilgan. O'shaning uchun shoshmasin, diqqatli bilan ko'raverasizlar. Pastda egalarining nomeri, telefon qilaverasizlar. 54 mingdan 75 minggacha uy bor ekan, 49 mingdan bir xonali bor ekan Choshtepada. Mebel texnika 1-etaj, 49 ming 38 kvadrat. Endi bor joyiga qarash kerak, agar odam o'tadigan joy bo'ladigan bo'lsa, nijiloyga o'tkazib yuborsalar ham bo'ladi. Aylanamiz, yuramiz. Rahmat aka. Bozorga kiramiz. Assalomu alaykum. Uy bozorga kirib qolamiz. Hamma uylar shu yerda boshlanadi. Bu yerda sog' ham bor, kasal ham bor, psix ham bor, hamma bor bu yerda. Bir chekkadan kimda nima bor ekan, o'rganib chiqamizmi, ko'rib chiqamizmi? Reklama qilamiz, birinchi suhbat qilamiz. Birinchi suhbat qilib, variantlarni tahlil olaman. Arzon, yaxshi. Ana sotilayotgan uylarni yig'ib, oxirida sizlarga ko'rsataman hozir. Assalomu alaykum hammaga. Bizani kuzatib borgan o'zimizning mijozlarimizga mana hozir mana bu yerda bizda zo'r variant chiqyapti. Bu Sergeli 7A, bu 3-bekatga yaqin joyda bir xona 15-etaj 16 novostroykada 26 kvadrat.
Bu ipoteka birlamchi ipoteka. Bosh to'loviga 11 ming berasizlar, remontga ozgina 1-2 ming tikib olsanglar, shuni kirib yashaydigan uy. Kimda puli kamroq, o'zini anaqasiga yetmaydigan, sharoitiga yetmaydigan bo'lsa, bemalol olsa bo'ladigan uy. Ipoteka qolgani, bu ofis summasining narxi hozirgi turishida 36 ming. Akajon, buni remont qanaqa ahvolda? Oqsoq 60% tayyor turibdi. Kecha uzoq 2 minglab uyga bemalol kirib yashaydi. Remonti bilan. Remont kirib yashaydi. Qarang, 2 ming yetadi. eng qiziq joyi kamroq pul mana 11 ming yetar ekan. Общий hammasi kerak emas. Bu birlamchi. То есть bu birlamchi degani nima degani? Bankdan kredit beradi, lekin 17%. foizi kam, 17% beradi. Agar oylik yili bo'lmasa ham bo'ladi. Oylik bo'lmasa faqat foiz ochadi, 18% bo'ladi. Bu 10 yilga beriladi. Agar 20 yilga olinsa, buni yaxshilab mana ko'rsatib olaylik. Bizga telefon nomerlari tegdi egalariniki. Primoy telefon qilib o'zlariga chiqaverasizlar. 93lik 909 99 09. Hop, buni yutuq joyi o'sha puli kam, uy qidirib yurgan o'shani odamlarga juda qulay. Bu variant. Xudo xolasa, mana nomerlariga telefon qilasa, aloqaga chiqaverasizlar. Joyi ham zo'r, metroga yaqin. 3-bekat. Metro 3-bekat. Shunaqa. Bemalol mana egalari nomerlari, telefon qilyapsizlar. Ismingiz nima? Husan. Mana Husan akaga telefon qilyapsizlar. Endi yana bitta zo'r variant chiqyapti mana bitta. Bu Chorsu Gulobod C26 deyiladi bu joy. Chorsu bozorga yaqin, juda ham peshkom chiqsa ham bo'ladi. Bir 20 metr 15 metrlik bozorga yaqin joyda. 3 xona ikkinchi 3 xona ikkinchi etaj 72 kvadrat. Bu 9 etajga Fransuska Polanovka deyiladi. Xo'p, bu ichi remonti toza ahvolda, bemalol kirib yashaydigan, narxlari ham juda arzon demayman, arzonlashtirib beriladi. Boshlang'ich narxi 96 ming deyilyapti. Xo'p, buni kelishtirib beramiz. ichlarida nimalari qoladi, nimalari qolmaydi akajon. Endi agar hamma narsasi qolsa 93,5 ga beraman. Ichida mebellar bor, konditsioner bor. Agar narsalarni olib chiqib ketsangiz nimalar qoladi? Bitta zimaleta qoladi, 91,5 bo'ladi. Zimaleta konditsioner qolar ekan ichida. 91.500 ga mana narxlarini o'tib berar ekanlar. Bu taqalgan narxi ekan. Hozirgi paytda 96 ming mana bozorga olib chiqilgan. Yog'ini mana o'sha tegidagi nomerlarini diktovat qilaman. Bu yerda yaxshi mayda yozilgan ko'rinyapti. Hop, 93lik 565 51 77 ga telefon qilaverasizlar. Yana ikkinchi nomeri ham bor. 99lik 525 0700. Mana sizlarga yana bitta skrinshot qilib olishlarga yaqinlashib ekranga ko'rsatyapman. Telefon nomerlari agar chiqsa telefon qilaverasizlar. Hop, mayli akajon, xudo xolasa bozoringiz bersa, Rahmat. tezroq sotilib ketsin. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Qaranglar, zo'r variantlar bizga taklif qilishyapti. Uchtepada, Do'mbrobodda, Chilonzorda qo'lida uy so'raganlar diqqatiga. Diqqat bilan tinglab turinglar. Yozib olsanglar ham bo'ladi. Скриншот qilsanglar ham bo'ladi, sizlarga tanishtiramiz. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Базар Отлично как? всё. Рынок какой? Все супер. Продается квартира? Да, продается своя квартира. Ага. Чиланзар 1, Угу. аллея Гагарина, Угу. трехкомнатная, 4-й этаж, 4-этажки. Имеется 2 балкона, 2 на 7, 1,5 на 3. Это высокопотолочка. Среднечистое состояние, ориентир, аллея Гагарина, школа 103. Цена 97 800. Ключи сразу после нотариуса. Налевая прописка. Так, понятно. Это стороны тоже, так? Ага, одинаково. Смотри. Qaranglar, 3 xonali uy sotyapmiz. Chilonzor 1 bo'ladi. Orientir 103-maktab bo'lyapti. Patologlari balangina, past emas. Mana qaranglar, skrinshot qilsanglar, o'tmasdan pauza qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu uy haqida gaplashyapmiz. Tak, remont. Средний. Средний. Toza uy, birinchi boshlang'ichga kirib yashasanglar bo'ladi. U yog'iga yana o'zingizlar vaziyatni ko'rasizlar. Boshlang'ich narxi 97 800. Uyda hech kim yashamaydi. Na kalit xohlasanglar zaklatdan keyin sразу berib yuboramiz. Xohlasanglar notariusdan keyin qo'lingizga sразу beramiz. Nolovoy propiska. Uyda hech kim yashamaydi. Shu uchun. Так, продается Чиланзар 1, Мгм. тоже торговый центр, кирпичный дом, Мгм. трехкомнатная, 3-й этаж, 4-этажка, балкон 2 на 6, ремонт сделанный, чистенькая. Ипотека имеется 90 тысяч. 3 xonali pastroq etajdan bo'lsin deganlarga qaranglar. 3-etaj, 4-etajga dom, 2-6 balkon. Planirovkasi ham katta, g'ishli dom. 90 ming boshlang'ichi bo'ladi.
kami bor. Так, еще имеется квартира Чиланзар 1, ориентир, Халкбанк, трехкомнатная, сделана в четвертый этаж, пятиэтажка, балкон 2/4. Ипотека имеется с ремонтом 99 800. 3 xona 4 xonali qilingan. Chilonzor 1 bu ham Orientir Xalq banki bo'ladi. Remonti yaxshi, remont zo'r, remont qilingan 99800. Boshlang'ichi kami bor. 2 ga 4 balkon bo'ladi. Tak, xohlasangiz ipotekaga ham chiqazib beramiz. Bizda bu yerda telefon nomeri mana shu nomerga telefon qilaverasizlar, mana shu qiz sizlarga javob beradi. Срочно продается новостройка, коробка, Учтепа-авеню, ориентир, налоговая, этаж 7 девятиэтажного дома, 56 квадратных метров, кадастр имеется, цена 67 800. Bu ham zo'r taklif. Kadastri tayyor. Hozir ko'pchilik kadastrga novostroylar kadastr haqida hozir ozgina muammo bo'lyapti. Lekin bizda bu yerda kadastri bor. Kelsanglar nominglarga o'tkazib berishga hech qanday bizda to'siqlik bo'lmaydi, muammolar bo'lmaydi. 2 xona 7-etaj 67800. Boyaga nomerga telefon qilaversa yana ekranga yozib qo'yaman bularning nomerini. Это тоже актуально или нет? Да. Еще имеется 12 квартал, очень срочно продаем. Фархадский рынок, ориентир 3-3-5, 1,5 на 3 балкон, комнаты раздельные, среднее состояние 76 500. Очень срочно, без торга. Потом Чиланзар 20А, комнаты раздельные 2, 5, 9, 62 квадрата, среднее состояние, общий коридор, тоже срочно продается. До метро Чиланзара 5 минут, 66 500. Mana Mamatda uy so'raganlar bo'lsa, uy bozorga chiqishga qiynalmayman deganlar bo'lsa, yaqinroq bo'lsin, metro ham zo'r bo'lsin deganlarga mana Chilonzor metro, Mamatda uyimiz 9 etajga, 7-etajda общий koridor bo'ladi, 66500. Yaxshi narx, arendaga ham, yashashga ham, biznes qilaman desanglar ham, investitsiya qilaman desanglar ham zo'r narx, kami bor. Pastdagi nomer mana shu qizniki bilan telefon qilaverasizlar. Предлагаем вам Кулюк 5, ремонт выполнен, ориентир метро Куйот или Метонат. Однокомнатная, 3-й этаж, 9-этажка, Франция, с ремонтом 1,5 на 5 балкон, 39 200. Puliga zo'r uy, metroning yonida, oynani ochasa metro ko'rinadi. Buni ham o'tgan hafta reklama qilganimiz remont bo'lyapti. Mana oradan bir hafta o'tdi, remont tayyor bo'libdi, 39200. Bu yerda ham hech kim yashamaydi. Olganinglardan sразу ijaraga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, yashasanglar bo'ladi. Ключики сразу. Kalt sразу beramiz. Olinglar, zakladdan keyin olinglar, notarsdan keyin. Тут Домрабад? Да. Чиланзар, Домрабад, 10 минут метро Чиланзар, кирпичный дом, двухкомнатная, 4-й этаж, 5-этажка. Комнаты раздельные, 1,5 на 3 балкон, чистенькая, 53 500. Bu hozirgi Olmazor metrosi eski Sabrahim bo'ladi. 10 minutlik metroga uzoqlikda bo'lyapti. 1,5-3 balkon, 4-etaj, 5-etajga dom. Xonalar alohida, podyezddan chiqsanglar, o'ng qo'lingizda zal, chap qo'lingizda spalni, vanna tualet ham alohida bo'ladi. 53500. Ijaraga sotib olib, ijaraga tashlab qo'ysanglar ham metroga yaqin. Pastda telefon nomerlar, mana shu joyni pauza qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Скажите. Продается нежилой, Тарас Шевченко, 75 плюс 90 квадратных метров. Трехкомнатная, 1-й этаж. Имеется в подвале 90 квадратов, 5-этажного дома. Есть арендатор. Первая линия, 2 кадастра, 280 тысяч. Lokatsiya bo'yicha yaxshi narx. Birinchi etaj jiloy 75 kvadrat metr, uni jiloyga aylantirilgan. Uni tagida 90 kvadrat metrlik joyimiz, podvalimiz ham bor. Hozirgi paytda pulini to'lab yashayotgan, yurg'izayotgan arendator klient bor ekan ichida. Birinchilikni Tarashning cho'nkani ko'pchilik biladi, mabodoga lokatsiyasini tashlab beradi, Telegram yozsanglar. Ikkita kadastri bor, podvalda tepada. 280 ming boshlang'ich narx kelishadigan joyi bor. Hozirgi holatda noturar turibdi. Nominglarga o'tkazib olaverasizlar.
tayyor biznes sotib olganinglarni o'zida sразу foydaga kirib ketasizlar. Готовый бизнес есть. Ya'ni uy yashayotgan, ha, gotovo biznes. Olasizlar biznesni ham o'rgatadi, biznesdan davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Действующий уже где-то 5 лет. Этот 5 yildan beri biznes yurgizayotgan klient bor ekan. Всё. Sizmi? Qaranglar, bizaga dehqondan yaxshi taklif tushdi. Mana shu joyni skrinshot qilib olsanglar yoki pauza qilib ko'rib o'qib olsanglar bo'ladi. Uy egalari ham shu yerda kamera ortida turibdi. Hozir salomlashib suhbat qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz tuzimisiz, charchaysizmi? Uy sotaman deb chiqibsiz-da aka. Shunday ekan. Uy haqida bir ma'lumot bersangiz, nimalar bor, nimalar yo'q? O'zim uyim. Aha. 2 xona studiya, 37.09 kvadrat. Aha. Sergeli bekatiniga 100 metrgacha Masofada. Aha. ЖК Yangi hayot, Mhm. kadastri chiqqan, Mhm. topshirib bo'lingan Mhm. kvartira. Mhm. U ЖКda nimasi plus taraflari yopiq hudud, Territoriya, aha. yopiq hudud, Aha. -1 parkovka, Aha. yetarlicha, ikkita lift bo'ladi. Aha. Shu Tak, bitta hozir o'zi yashayapsizmi? Kvartira ham bormi? yo'q, hech kim bo'shmi? yo'q, bo'sh. Propiska qanaqa? Nolavoy? Hech kim yo'q. Hech kim ro'yxatga Hech kim o'tmagan, ha? Ro'yxatga o'tmagan. 70% tayyor qilibsizlar remontini. Tayyor. Nimalari qoldi? Qilingan narsalarni aytaman. Aha. Ya'ni topli poli bor. Aha. Koridor bilan vanna tualet topli pol qilingan. Oqsovoqdan chiqarilgan, Aha. elektrika o'tkazilgan Aha. tochkalarigacha, Gazlashganmi? gazlashgan. Aha. Gazi bor, Aha. shotchka o'rnatilgan Aha. и santexnika o'tkazilgan. Topli Bo'ldi, pollar nimasi? qarang. Malyarkasi qolibdi-da, aboy qilib, patrul plan qilgansiz-da? Ha, hamma joy oqsovoqdan chiqqan. Oqsuvoqdan chiqqan. Hmm. Aboy qilib, Aboy rang qilib, berib, xohlasa rang yashasa bersin, bo'ldi. xohlasa aboy qilsin. Хорошо. Kadastr tayyor. Ipotek 17%, boshlang'ich narx 13.700 dan taklif qilyapsiz. Da. Hozir siz nomingizda turibdi. u yer. Ma'lum nomida. Tak. Yangi hayot. Ko'cha mo'ljal 3-bekat metro. Yana nima gap qoldi? Oylik to'lovi necha yilga qanchadan bo'ladi? Buni xabaringiz bormi? Ha, 20 yilga qilsa bo'ladi. Aha. O'rtacha 5,5 million 6 million atrofida. Atrofida chiqadi. 5 million 6 million atrofida. Aka, nomeringiz necha aka? Telefon Ha, nomeringiz? nomer 93lik 109 Aha. 33 93. Ismingiz? Faxrus. 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 Faxrus akaga telefon qilaverasiz. 13.700 dan boshlang'ich narx bilan uyga, bu uy bozorga taklif bilan chiqishibdi. 20 yilga, xolis 15 yilga aka bilan maslahatlashib, bank bilan hujjatlarni tekshirtirib, nomingizga o'tkazib olsanglar bo'ladi. 70% bitgan. Akaga telefon qilaverasizlar. Aha. Ozgina chegirmasi bo'ladi. Real oluvchiga. Bundan, ha? Ana shu. Naqd pulga sotib olaman desa, Yo'q, mana bundan, mana bundan. naqdga chegirma sotib olsa. bo'ladi. Da. Olasizlar naqdga sotib olsanglar ham bo'ladi. 47.500. Undan yana chegirmasi bor. Plus mavqali bo'lsanglar notarius tekin bo'ladi. Aka, zo'r. Barakasini bersin. Iloyim sotib oling. Telefonlashib turamiz. Tak, bir xona 28 kvadrat. Bu haqida ozgina ma'lumot bering. Kvartira Yangi hayot 3-bekat 100 metr atrofida O'sha, bekatgacha, aha. xuddi o'sha Joyda. joyda. Remonti? Bu ham remonti 70% ta'mir tayyor, ya'ni oqsovoqdan chiqarilgan santexnika, elektrika, topli pol qilingan holatda topshiriladi. Bu ham. Kadastrlar bor. Kadastri bor bunda ham. Ha, kadastri bor. Bu 16ning 7-qavatida. 7-etajda. Hozir kadastr ayniqsa Novosibirsk yangi qurilayotgan Novosibirsk domlarda muammo bo'lib qolgan, ozgina cho'zilib qolgan. Chunki nazorat juda kuchayib ketdi. Bizda kadastrimiz ham bor. 7-etaj deyilyapti. Naqd pulga sotib olsangiz 38 ming, yana kami bor. Ipoteka qilib olaman desangiz, boshlang'ich 12 ming bilan 20 yilga xudo xolasa nomingizga o'tkazib beramiz. Bunga subsidiya bormi, yo'qmi? Bor subsidiya. Subsidiyani ham gaplashamiz, telefon qilaverasizlar. Yana bitta qaytarib yuborasizmi nomeringizni? 93lik 109 33 93. 93 ga telefon qilaverasiz. Yana bormi yuz? Bo'ldi. Bo'ldi, hozircha. Aka, bugun uy bozor haqida nima deysiz? Bugun uy bozor haqida ayting, bo'lasa. Aha. Issiq bo'lishi mumkin. Yetarli darajada bor. Lekin o'tgan bozorga nisbatan odam kam. Odam negadir kam. O'tgan bozorda 100 ta odam chiqqan bo'lsa-da, misol uchun bu safar 80 ta, 70 ta odamdi. Mana shu 20 misol uchun aytmoqman, misol
u ham statistikada, u ham o'sha 20 ta odamni ham hammasi borda, o'rni bor. Uylar haqida nima deysiz? Qanaqa uylar chiqdi bugun? Arzon, qimmat? Joylar juda ko'p chiqdi. Oldingiga nisbatan 52 minglik xonali uylarni o'sha 8 ming turib qo'yishibdi. Balki egasiga pul zarurdir. O'shaning uchun ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Atak uy unaqa sразу tushib ketgan joyi yo'q. O'sha oldingi hafta, undan oldingi hafta qanaqa bo'lsa, o'shanaqa Turibdi baribir. turibdi baribir. Kimga pul kerak bo'lsa va arzon sotyapti. Baribir menimcha narx hali beri tushib ketmaydi. Chunki dollar funt yo'qoladi-yu. Inflyatsiya. O'sha hisobiga dollar anaqasini oshaveradi baribir. U baribir har yili baribir 10% ga oshadi-da. Uylar narxi dollari ham funt 10% ga yo'qoladi, uyniki o'shaning hisobiga oshadi. Oshadi. O'shaning hisobiga uyniki oshadi. Da. To'g'ri gapiryapsiz. Bundoq qaraganda baribir по-любому endi uylarning narxi qimmat, buni endi Qimmat. Endi kimga qanaqa? Ну, фактически foydalab o'tiribdi. Bir so'zda hammada, bir so'zda odamlarda Oldi sotdi bo'lyapti. Manda o'tgan galdagi video obzorimda bitta uy sotilibdi. Xursand bo'lib, kelib xursand qilib ketdi. Shu kelishilgan shuncha pul berib ketdi. Rahmat sizlarga. O'sha aytganimdek, notarius tekin bo'ladi. Notarius tekin ekan deb gapirsanglar, uy egasi o'sha mendan kelayotganligini biladi. O'sha men uy bozoriga kelib, video obzordan reklama natijasini o'sha u sezadi. O'shaning uchun reklama tekin ekan, makler Akmalni oldim deb gaplashsanglar, ham notarius tekin qilib olasizlar, ham egasi menga shuncha pulini berib ketadi. Aka endi uy sotadiganlar bo'lsa ham telefon qilishsa. undan tashqarida faqat bozorga kelolmaganlarda ham Bo'lmasa, vaqti yo'q bo'lsa, mana Akmalga telefon qilishadi, menga aytsanglar. Biz uni bozorga olib chiqamiz, reklama qilamiz, narxini chiqaramiz qanchaligini. Agar kim uy kerak bo'lsa ham telefon qilsa, bozorga kelib yurishi ham shart emas. Telegramdan tashlab beramiz, yo'qsa vaqtini belgilaymiz. O'sha yoqda ko'raman desanglar, o'shani ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, onlayn ham ishlayveramiz, telefon qilsanglar. Necha yillik mutaxassisda Rustam aka 10 yil bo'ldimi? 10 yildan oshiq tajribaga ega Rustam aka sizlarga yordam beradi. Toshkentda uy olishinglarga, agar Toshkentda yashayotgan bo'lsanglar, Toshkentga boradigan bo'lsanglar, rayon aytsanglar, rayonda sizlarga uy sotishga, uy olishga qo'ldan kelgancha yordam beradilar. Past egalar nomeri bor. Endi aniq eng plyus joyi qanaqa? Masalan, uy oladigan odam e'lonni misol uchun uyni ko'rdi. Uy egasi ham uni qayerda sotib olgan. O'zi ham adres tushuntira olmaydiganlar bor-da. So'raymiz, qayerda bu desak, qayerda desak, Sergelida dedi, bilmayman dedi. Yo'q, ana o'shanaqa payt sizlar o'shalarda olgan o'sha uy yo'qdi sizlarga, Chilonzorda ekan. degan adresi bor, lekin lokatsiyasini bilmaysizlar. Qanaqa uni o'zida o'shanda lokatsiyasini точно pul tashib berish ishi bilaman-da. Endi sizlar manzilini aytib bera olaman-da. Rayon qanaqa? Sizlarda uy olayotganda maslahatlashadigan odam kerak bo'ladigan bo'lsa, arzon ovoz, qimmat ovoz, buni sotib olgandan keyin yana qayta sotuvga qo'yasizmi qachondir? Yana sotuvga qo'yganingizda ubitga tushib qolmaysizmi? O'shalarni Rustam aka bilan maslahatlashib, maslahat tekin telefon qilaverasizlar. Maslahatlashib gaplashaveramiz. Endi maslahatni ham mutaxassisdan olish kerak-da. O'tgan hafta bitta uy ko'rsatyapman, 2 sotikada $67 ming dollarga. 3 xonali Mabodoga profili turibdi. 2 sotik 3 xonali katta sotilyapti 67 mingga. Puliga arziydi uy. Nima ota bolami, ota qisqasi qarindoshlar kelgan. Yoshi kattalar bor, yoshi kichkinalar bor-da. Yoshi kattalarga uy yoqyapti, kichkinalarga uy yoqmayapti-da. Kichkina shahar xohlamayapti-da. Chekkaligini xohlamayapti. Yoshi kattalarga chetroq kerak, tinchlik, sokinlik, toza havo kerak-da. Yosh jiyani bilan kelgan, jiyaniga u xohlamayapti. Shaharda bo'lsa-da, domdan tushib evsan lavash yesa, marojnoy olib yesa, parkka borib parkda aylansa.
Bunaqa bo'lmaydi. Mutaxassis bilan maslahatlashaylik, qanchaga ovozlar, kvadrat qanchaga tushyapti, mahallada sotiga qancha, mahallani uy narxlari qancha, mahallani shu bozor narxini qimmat olib qo'ymayapsizlarmi, bozor narxida olyapsizmi, arzon olyapsizmi, hammasini Rustam aka bilan men bilan maslahatlashib gaplashsak bo'ladi. Men asosan Qo'yliq, mana Mirobod, Yashobod, Bektemir 3 ta rayonni zo'r bilmayman-ku, lekin men shu atrofda tajribaga shu bilaman-da. Tajriba orttirganman, rayon, mahalla idora hammasini Xudoga shukr yaxshi bilaman. Rustam aka ves rayonni biladi. Toshkentda 13 ta rayon bo'lsa, 13 ta rayon hammasiga telefon qilsanglar qo'lidan kelgancha yordam beradilar. Nima gaplashamiz Rustam aka? Hozir qarang, hozir mana bu yerdachi 60 tasi, 50 tasi ijara so'rab kelyapti. Yoshlar, bolalar, qizlar, ota-onalar faqat ijara so'rab kelyapti. Mashinalarga, mashinniklarga tushib qolmaslik uchun faqat bozor o'zida emas, OLX, Joyme, Telegram, Instagramlardan mashinniklarga tushib qolmaslik uchun qanaqadir oltin qoidalaringiz bormi? Nimalarga rioya qilsa mana shu xaridorlar viloyatdan kelayotganlar ayniqsa, misol chetga borsangiz bilasiz bu narsani, musofir nimaligini, o'sha begona joy kelganingizdan keyin kim nima desa, ana soatda mashina ishonib ketaveradi-da. Mashinaga strafovka uchun nima qilsa bo'ladi, nimalarga e'tibor berish kerak? Faqat bozor emas, aka, hamma platforma, hamma umumiy hisobda gapiring, nimaga e'tibor berish kerak olim uchun, mana xaridor, ijarada yashamoqchi bo'lgan odam. Rasmdagi uy endi o'sha borgandan keyin haqiqiy sizga to'g'ri keladimi, solishtirish kerak. Shunaqa vaziyatlar ham bor. Rasm boshqa, uy boshqa. Shunaqa bo'lyapti. O'sha birinchi ko'rishinglarda shunaqa bo'ldimi? Bo'ldi. U odamlar xayrlashaveringlar. O'zingizlar boshqa uy qaranglar, boshqa odamlar bilan. O'sha narsani so'rash kerak-da. Borishdan oldin. Borgan xuddi shunaqa bo'ladimi? Agar shunaqa bo'lsa, men tayyorman ko'rishga deb borib ko'rish kerak. Oldindan pul so'rasa berish kerak emas. Oldindan menga kartamga pul tashlang, yoki mamlakatga hozir qo'yib ketgan, OLXga reklama qilishadi. Menga shu pulni 50 ming tashlaysiz, men egasi nomerini beraman, borib ko'rasiz. Bu ham topshirdir balki, bilmayman endi. Bular ham laxatrona. Shunaqa deb zavodga kelishyapti. Keladi, aytsa OLXdan variant topdim, pul tashladim, bordim, ko'rdim, uy yoqmadi, uni topib qo'ygan ekan. Endi bu yerda ham shu o'ylar bo'ladi. O'shaning uchun hatto banklarda 3tadan, endi bir xil eskidan ishlayotganlarda 10 tadan variant bor. Endi arenda bilan ishlayotganlarda bundan ham ko'p variantlari bor. Keladi, ko'radi, vaqtini belgilaydi, живой bor, ko'zi bilan ko'radi, yoqsa oladi. Endi o'tda oldindan pul berish kerak. Keyin uy dokumentini обязательно so'rasan. Misol uchun arendaga borib, pulni shart berib ketaverishmaydi. To'g'ri. Egasini dokumentini so'raydi. Dokumentni so'ragandan keyin pasportini so'raydi. To'g'ri keladimi yo'qmi, o'zini pasportini o'zinikini taqdim qiladi. Ana o'sha yerda o'qib ko'rish kerak iloji boricha. Dokumentni kimning nomida? O'sha pasport egasimi yo'q boshqami? O'sha joyga borganda boshqa dokumentni ko'rsatib yuborishi ham To'g'ri. Yoki qarindoshimniki deydi. O'sha taraflardan ham inobatga olish kerak. Yo'q, qarab o'sha e'tibor berish kerak. O'qimchilik tarafdan qarash kerak o'shanga. Nima qarab, o'qib, bilib, endi odam o'ziga kerak-ku. Endi hamma ham bilavermaydi, yurish turishini qaraydi, yurish turishi chiroyli ekan, ishonchi bo'lar ekan deb ketib qovurish ham mumkin-da bir. Endi o'sha taraflarga ko'proq ahamiyat berish kerak. Keyin so'raylar, ijara shartnoma qilib beradimi, временный propiska qilib beradimi, uy kim nomida, bir xil akamniki, bir xil ukamniki deb ham ijaraga qo'yib ketaveradi. Unaqa bo'lmaydi. Misol qarindoshimniki deydigan bo'lsa-da, uy ko'rgani bor o'slar. Uy egasi chiqyapti-da, qarindoshimniki egasi qayerdadir, chet elda, Rossiya, Amerika, Fransiya qayerdadir-da, короче. Lekin Toshkentda emas. Unaqa vaziyatda nima qilinadi desanglar, Telegramdanmi, Imodanmi, WhatsAppdanmi egasi bilan gaplashiladi. Endi har xil vaziyatda o'zingizlarni xavfsizligini qilib qo'ysanglar, ortiqcha ovoragarchiliklardan qutulasiz. Ijara shartnoma tuzmasdan yashasanglar, egasiga 3 aklat, ijarachiga 3 aklat. Ikkalasiga ham teng miqdorda jarima solinadi. Временный propiskani ham hozir majburiy qilib qo'ygan, ko'chib kelganingizdan
keyin 10 kun muhlat ichida vaqtinchalik ro'yxatga qo'yishingiz shart. O'shalarga ham e'tibor beringlar. Zaklatni hech kimga bermanglar, uy ko'rmasdan bermanglar. Zaklat bermayman deyiladi. Borib sraz uy olaman, sanab kalitini olib ketaman deyiladi. Keyin maklerskiy 50% so'raydiganlarga qanaqa fikrdasiz? 50% bir so'm tushmayman deb oladiganlar maklerlar bor. Keyin klientlar "Voho, namuncha ko'p, 100 ming beraman" degan klientlar borda. Ikkita tomonni ham inobatga olib, ikkita tomonni ham o'zingizga qo'yib gapiring, nima deysiz? Nima qanaqa fikrdasiz? Endi o'zim arenda bilan ko'p shug'ullanayman. Mhm. Klientlarni o'ziga ham bog'liq. Endi yoqsa uy bir xilda beradi. Unchalik yoqmaydi, puli kamroq bo'lsa so'rashadi. Kelishadi, o'zini aldanib qolmaslik. Hamma joyda, butun hamma joyda muomala birinchi o'rinda. Uy bozorga kelib olib ham chiroyli muomala bilan, ya'ni shaffof o'zingiz fikringizni bildirib so'rasangiz, sotib olsangiz ham, arendaga so'rasangiz ham maklerlar qilib beradi. Kelib olib bundoq gerdib turib, yoqmadi, bo'lmadi. Hech kim ishlamaydi unaqalar bilan. Muomala, misol uchun $400 ga kvartira topdingiz. 50% $200 bo'ladi. $200 klient so'rayapti, makler so'rayapti sizdan xizmat haqi bo'ladi deb. Muomala. Aka, uzoqdan kelyapman, hali yuklarni olib ketishim kerak. Qanaqadir vaziyatingiz haqiqatan shunaqa bo'lsa-da, misol og'ir vaziyatda bo'lsangiz, muomalani tushuntirib, vaziyatni muomalani tushuntirib aytsangiz, $100 ga ham rozi bo'ladi. O'ylab ko'raman, qimmat ekan, namuncha 5 qo'lni og'zingga tiqib olibsan-ku deydigan bo'lsangiz, katta yo'lni ko'rsatib yuboradi. Sotayotganda ham, uyotganda ham muomala. Misol sotilayotgan uylarga boradi bir xilda. Qimmat endi. Unaqa demaslik kerak. Misol bir xonali, men 2 xonali masjidda qancha? Chilonzorda qancha? Masjid Chilonzor metro 2 xonali. O'rtacha. 55, 60. Bo'l, 60 ming olaylik. 2 xonali uy 60 ming deylik. 60 mingda kirdinglar-da, kirib olib. Qimmat-ku desangiz, keta qol deydi. Qimmat-ku desangiz, bora qol deb ketkizib yuboradi. O'ylab ko'raman deydi yoki egasida. Qo'pol gapirmasam, chiroyli qilib o'ylab ko'raman deydi. Ketkizib yuboradi. Unaqa demasa kerak. Uyga kirdinglar, sizlarga yoqdi. Qimmat-ku demasa kerak. Zo'r narx aytib olsa aka, 60 ming, 62 ming ham sotsangiz bo'ladi deyish kerak. Faqat menda pul kamroq edi. 55 taga bersangiz olardim desangiz, boshqacha savdo bo'ladi shu. Nima deysiz? Ya'ni odamni ichini topib gaplashsangiz beradi-da. Bo'lmasa u yoriladi egasi sizga. Nima sababdan sotyapti, nimaga sotyapti, sotib alishtirmoqchimi, sotib to'y qilmoqchimi, sotib operatsiya qilmoqchimi? Sotish sababini sizga aytadi. Keyin o'sha sababini ko'rib, keyin yana bitta taklif qilsangiz bo'ladi. Aka, misol uchun mana bunaqa uylar ham borda. Men 60 ming deyapsiz, to'g'rimi, Chilonzorda? 50 ming bo'lsa ham berib yuboraman deganlar borda. Chiqib qolib, pul o'ta yonib qoladi, pul o'ta zaril bo'lib qoladi. Olib qoladi. 50 mingni 50 ming eshitib turib yana borib 48 mingga berasanmi? Unaqa emas. Bilyapsizmi, bozordan arzonmi 50 mingmi? 50 ming so'rayotgan joyiga, mana 50 ming sizga, uyga. Mana $1000 mendan sizga nima desa bo'ladi? Ehson desangiz bo'ladi yoki mendan sizga hadya desangiz bo'ladi. Uyga rozi olayotgan bo'ladi. Arzon olyapsiz o'zi. Shundoq ham arzon olyapsiz. Egasini rozi qilayotgan bo'lasiz. Narigi dunyoga bir savobi bo'ladi. Chunki ehsonni topib bersangiz, $100 ham ehsonni, 100 so'm ham ehsonni, faqat topib berish kerak. Shunaqa gaplar. Variantlaringiz bormi o'zi? Sotiladigan uylaringiz bormi? Sotiladigan yer bor, icheriz. Arzon. Do'rmonda 1 so'tga 23 ming. Do'rmonda 1 so'tga 23 ming. Necha so'tga bor edi? Hozir shun Ketyapti. tak, qaranglar. Do'rmonda 1 so'tlik, fasadi 12 metr, quruq yer bor, kadastrli. Narxi 23 ming, arzon variant. Bemalol buni sotib olib, uy qursa 3 xona yo 4 xona tushirsa bo'ladi. Mashina ham kiradigan bo'ladi.
Boring ana agar quruvchi odamlar bo'lsa, sразу men ham o'zi bilaman qurishni, tushunaman. 25-30 mingga 3-4 xona uy qurib olsa bo'ladi. O'shanda 25-30 ming bo'lganda, haligi 23 ming bilan 48 mingga 3-4 xona uy yerda Do'rmonda bo'lyapti, u arzon hisoblanadi. Chunki u yoq tomondagi, Teteja tomon Do'rmondagi uylarning narxi 2 xonalilar shunaqa uylar. A u yerda 3-4 xona tushadi bemalol. O'shanga o'shani Tezroq sotish kerak-da. hozirgi issiq variantlardan bittasi. Chilonzorda bor degan. Hop. 3 xona 5-etaj, 5 etajga bor, 58 mingga bor. 67 kvadrat. Ishli dom. Yaxshi variant ekan. Keyin arzon variantlardan, arzon variantini aytib turaman. Qanaqa oxirida. Hop. Uchtepa tumani tak va O'rizor tomonda Izza deyiladi. Izza Kamchatka deyilgan joyda 3 xona 1-etaj, 4 etajli ishli dom bor. 1,5 ga 6 balkon. Remontda srednidan pastroq. Arendaga $350 klient turibdi hozir. O'shani narxi ham 52 ming. 3 xona. Mana u bor. Yana $53 ga O'rizor Novostroyka, O'rizor City 16 etajdan 16 etaj bor. 16-etaj. Hop, narxi 53 ming, 67 kvadrat. Naqdga. Ya ipoteka qilsa bo'lsa kerak, faqat navl chiqish ehtimoli bor. Hop. Yana nima bor? Endi ani katta joylarni oladigan odamlarga gostinitsamiz bor, sotiladigan. Tayyor. Yakkasaroy Salomatchinada 30 35 tami, 40 nomeri bor. Sotiga 8 fotli joyda 2,5 million. Agar kimnidir qiziqarli bo'lsa, o'sha informatsiya ham bor. Zo'r. 2,5 millionga 8 sotiga. 45 ta xonasi bor. Endi har xil bo'ladi, har xil Uylar. uylar bo'ladi. Eng muhimisi o'sha qidirayotgan odamlarga topishga yordam istaysa, biz xursand bo'lamiz. Biz ham ishlab qolamiz. Xunoxo'rza. Shuning uchun bor variantlarni aytamiz. Kanalga qo'yaveramiz. Bugun uy sotib olaman deganlar bilan bir nechtasi bilan gaplashdim. O'shalarni 3-4 tasini sizlarga o'qib beraman. Jumanazar aka degan inson 1 yoki 2 xonali uy qidiryapti jahon tillarining atrofida. Agar uyingiz bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing. 45 mingdan 55 minggacha. Yoki Chilonzordan Sergeli oralig'i bo'lsa ham bo'ladi. Metro liniyasi bo'lsa, undan ham zo'r bo'lardi. Keyin Fazliddin aka degan inson 3 xonali uy olaman deyotdi. $50 ming naqd bor ekan qo'lida. Qolgani ipotekaga olib chiqib beraman deyotdi. Oqtepa Kuruk atrofidan Shoxon Tohir ro'vida pasportni stol, Samarqand darvoza ko'chasi, Diamondmi degan to'yxona. Nomi eskisi, hozirgisi Diamond, eskisini bilmayman. O'shaning orqasidagi domlardan fransuzskiy planirovka bo'lsa ham zo'r bo'lardi. 3-etajgacha. Keyin Shoxon Tohir Mirobod. Yo'q, Shohruh inson ismli klientimiz, akamiz Miroboddan Arentir elektroapparat. Zilyonoy bazar elektroapparat, tak Furqat park atrofidan 3 xonali fransuzskiy planirovkali 5 etajga bo'ladigan bo'lsa, 3-etajgacha, 9 etajga bo'lsa 5-etajgacha. Remontiga qarab gaplashamiz deyaptilar. 75 ming atrofida yana plus minus gaplashamiz. Rustam aka uyini sotgan ekan. O'sha 20 kun muhlatim bor, uy bo'shatib berishim uchun deyapti. 3-4 sot atrofida 4-5 xonali $70 ming atrofida uchastkalar bo'lsa, Xonobod, Laylak mahalla, Food City bozor, Gulzor, shu atrof, mashhur lokatsiya atrofidan $70 ming gacha uy bo'lsa, uni ham ko'ramiz. Aytayotganlarimning nomerlari menda bor, nomerlarni bera olmayman. Agar sizlarda aytayotganimdek
taklif bo'ladigan bo'lsa, uyda bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqsanglar, mendagi nomerlar bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men mikrofon sizda turib tursin, savol bersam javob berib turasiz. Qo'lingizdagi olinadimi afisha? Yo'q, qog'oz afisha olinadimi? Ha? Olib berib turingchi, o'qing. Ha, mikrofon yoningizda bo'lib tursin. Ha, shunday. Naqqoshlikda Chilonzor, Ha. Naqqoshlik Chilonzorda 16-ko'rpanichaga yaqin, Do'mbroboddan 16-ko'rpanicha oralig'idagi mahalla. Yo'q. Chilonzor. Gurtnoy больницам to'g'risida. Yo'q. Mana Chilonzor kadastr. Kadastr arentri. Ha. Bo'ldi, qarang. Naqqoshlik Chilonzor kadastr agentligining yonida 2 xonali uyimiz sotilyapti. 4 etajli dom, 4-etaj, 49 kvadrat metr. Xonalar ichma-ichma alohidami? Alohida. Alohida. G'ishmi, betonmi? G'ish. G'ishli dommi? Remontlari qanaqa? Yaxshi bo'ladi. Kirib yashashga Ham tayyor. shu hamma narsasi gilam pilamlargacha shundoq anaqa qilib ketadi. Qoldirib ketasiz. Keyin kir mashinasini ham. Kir mashina qoldirasiz, gilam, parda, mebel, shkaf, kravat, konditsionerlari bormi? Konditsioneri bor. Keyin xolodilnik divanlarini olib ketaman. Ha, bo'ldi, qolgani qoladi. Xo'p, yana oluvchi kelsa yana gaplashasiz-da. Kadastrlar qanaqa? Hujjatlar qanaqa? Hammasi to'liq 100%mi? Bor. O'zingizlar nominglarda. Propiskada begonalar yo'qmi? Xo'jayin o'g'lim bor. Begonalar yo'q, o'zingizlar. Xudo oldi sotidan keyin bo'shatib berasizlar. Hozir o'zingizlar yashayapsizlar bu yerda? Yo'q hozir. Bo'ldi, hech kim yashamaydi. Jiyanlarim bor. Jiyanlaringiz yo'qda. Agar olgan odamga sразу tez bo'shatib berasizmi? 50 ming dollar so'rayotgan ekansiz. Kelishtirib berasizmi? Bo'lishimi? Undan ham o'tib berasiz. Xohlasa, Naqdga 49 ga beraman. Naqdga 49 mingga berasiz. Zo'r. Balkoni bor ekan, 2x6. Balkonlar ham katta ekan. Eni. Aha. 2,5 uzunligi 580. Buni okrugliyat qilib 2x6 deyiladi. Qaranglar. Rasm akachalari bor, Telegramda yozsa 99 358 32 42 ga telefon qilasiz. Ismingiz? Maqsuda. Maqsuda opaga telefon qilsanglar, u haqida ma'lumot beradi. Jiyanlaringiz o'ta arenda yashamayapti. Agar sotib olgan odam arenda tashlab qo'ysa qancha turadi? 300-350 ga qo'ysa bo'ladimi? Qancha bo'ladi? 300-350 ga arenda tashlab qo'ysa bo'ladi. Xudo xohlasa, telefon qilishadi sizga. Agar YouTube'dan hozir bu uylarni reklamani YouTube'ga qo'yamiz. YouTube'dan xaridor bo'ladigan bo'lsa, makler Akmalni oldim deb aytib qolsa, notariusni tekin qilib berasiz. Bo'ladimi? Notariusni. Men qilib beraman buni. Ha. Zato siz reklamaga to'lamaysiz, maklerga to'lamaysiz. Просто men obunachilarga shunaqa imtiyoz qilib berganman. Men orqali kim uy olsa, notarius tekin. Notarius tekin. Notarius tekini oldi sotdi-da notariusga. Oldi sotdi. O'sha pulni to'lab berasiz. Ha. Men to'lab beraman. O'shani reklama qilamiz, sizga tekin. Ha. O'shani hisobiga. Men orqali sotilib qolsa, xudo xolasa. Ular aytadi. Ular aytadi, shunday makler Akmalni oldim desa, obunachilar biladi o'zi. Mabodo sizga ogohlantirish bilan eslatma tariqasida aytganman-da. Keyin qayerga notarius? Notarius farq, o'zinglar kelishib o'zinglar qilaverasizlar. Yo'q, u tekin deyapsiz, qayerga borib qilish kerak? Yo'q, notarius tekin emas. Notariusga xarajatini siz qilib berasiz. Oluvchiga tekin tushadi. Xarajatini siz qilib berasiz. 49 ga sotsa men qilib beraman-da. Gaplashasiz. Evaziga mana qarang, reklamaga pul bermaysiz. Maklerlarga pul bermaysiz. Agar oluvchi chiqsa, to'g'ridan-to'g'ri sizga telefon qiladi. O'zinglar olib sotib qilaverasizlar. Yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasiz. Mana barakasini bersa, ilojini sotib keting. Rahmat. Kasal bo'lmang, sog'ayib keting. Mana. Uni menga berasiz. Nima? Bo'ldi, xudo xolasa joylashtiramiz, ertaning YouTube'ga qo'yamiz. Yo'q, yaxshi bo'ldi hozir mana. Yaxshi suhbat bo'ldi. Men sizni kutib ketdim. Mayli, qo'y. Sog'ayib keting.
bugungi bozorimiz haqida hamma bor gap so'zlar mashinadan iborat edi. Qaranglar, bugun 16 avgust bo'ladigan bo'lsa, bir haftadan keyin yana uchrashamiz, Xudo xohlasa. Bir hafta davomida obnob kuzatib tursanglar, podpiskalar soni qaranglar 10 mingtalab, 15 mingtalab prosmotrlar bo'lyapti, lekin 300 ta, 200 ta, 100 ta podpiska qilyapti. Obuna bo'lganlar soni kam, ko'ruvchilar soni ko'p, obuna bo'lganlar soni kam. Agar mana bir hafta ichida, nafaqat bir hafta, bir kun ichida ham agar 7 mingta bo'ladigan bo'lsak, haftaga bo'ladigan vaqt oralig'ida rayonma-rayon uyda obzor qilib boraman. Bir xonaliklar qancha bor? Rayonga chiqib, o'sha rayonni aylanib Sergeli 1dan 7gacha, 8gacha, 5adan 7 farqi kommentariyga yozaverasizlar. Aylanib ko'raveramiz. 7 mingta bo'lsak, xudo xohlasa yaxshi. Hozir 30 ta kam, 6 mingda turibmiz. 30 ta kam. 30 ta qo'shilsa 6 mingta bo'lamiz. Telefonim zaryadga to'lgandi. Mikrofon sizdan. Yarim soat bo'ldi. Ha, uy bozor syomkamiz nihoyasiga yetdi. Sizlardan aytayapman, obuna bo'lsa sizlardan chiqmasin. Hozir telefon nomerlar yozilgan. Xizmatli bo'lsa telefon qilaverasizlar. Bugun 16 avgust 2026 yil. Xudo xolasa bir haftadan keyin yana uchrashamiz.